Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensiyasini bank kartasiga oladiganlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bu xabar nafaqat pensionerlarning o'ziga, balki ularning farzandlari, nabiralari, qarindoshlari uchun ham muhim. Chunki ko'p hollarda pensioner kishi kartadan qanday foydalanishni to'liq bilmaydi, bankka borishga qiynaladi, SMS kelgani o'qimaydi yoki firibgarlarning gapiga ishonib qo'yadi. Natijada oyma-oy keladigan pensiya kechikishi, karta bloklanishi, pul yechilmay qolishi yoki eng yomoni pul firibgarlar qo'liga o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun nima o'zgarganini, kimlar xavotir olishi kerakligini, kimlar tinch bo'lishi mumkinligini, qanday xatolar eng ko'p uchrashini va amalda nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot yaqinlaringizning pulini saqlab qolishi mumkin. Avval ko'pchilik pensionerlar pensiyasini naqd pul shaklida olardi. Mahallaga pochta orqali yoki belgilangan joyga pul olib kelinardi. Pensioner shaxsini tasdiqlardi, imzo qo'yardi va pulni olardi. Bu usulning ham o'ziga yarasha kamchiligi bor edi. Navbat, kechikish, yetkazib berishdagi muammolar, ba'zan uyda bo'lmaslik, hujjatdagi xatoliklar. Lekin ko'p odamlar uchun tushunarli edi. Pul qo'lga beriladi. Tamom. Keyin bosqichma-bosqich pensiyalar bank kartalariga o'tkazila boshladi. Bu aslida qulay tizim. Pul kartaga tushadi. Pensioner istagan vaqt bankomatdan yechadi yoki do'konda karta orqali to'laydi. Farzandi boshqa shaharda bo'lsa ham onasining yoki otasining kartasini nazorat qilishga yordam bera oladi. Bank ilovalari orqali balansni ko'rish. Kommunal to'lovlarni to'lash, dorixona va oziq-ovqat xaridlarini karta bilan amalga oshirish mumkin. Lekin mana shu yerda katta muammo paydo bo'ldi. Karta bilan ishlash naqd pulga qaraganda ko'proq ehtiyotkorlikni talab qiladi. Karta muddati tugaydi. PIN kod bor, SMS kod bor, mobil ilova bor, bankomat bor, firibgar qo'ng'iroqlari bor. Ba'zi pensionerlar kartasini farzandiga berib qo'yadi, ba'zilari qo'shnisiga ishonadi. Ba'zilari esa bankdanman degan odamga karta raqami va SMS kodni aytib yuboradi. Shundan keyin odamlar pensiyam yo'qoldi. Bank pulini ushlab qoldi. Davlat pensiyani kesibdi deb o'ylaydi. Aslida esa muammo ko'pincha karta. Bank identifikatsiyasi, qarzdorlik yoki firibgarlik bilan bog'liq bo'ladi. Hozir e'tibor berish kerak bo'lgan asosiy o'zgarish shuki, pensiya kartaga tushadigan bo'lsa ham pulni olish va undan foydalanish uchun karta faol. Bank ma'lumotlari to'g'ri, shaxsiy ma'lumotlar yangilanib bo'lishi kerak. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bank hisob varag'i cheklangan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlarda xato bo'lsa yoki pensioner vafoti, kutishi, hujjat almashishi kabi holatlar vaqtida tizimga kiritilmagan bo'lsa, to'lovda muammo chiqishi mumkin. Eng avvalo, men aniq aytaman. Pensiyani kartaga olishning o'zi yomon narsa emas. Karta orqali olish pensiya bekor qilinadi degani emas. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, karta faol bo'lsa, bank hisobiga izlayotgan bo'lsa, pensiya tayinlangan bo'lsa, odatda pul o'z vaqtida tushishi kerak. Xavotir mana qaysi holatlarda kerak. Birinchi holat, karta muddati tugagan. Masalan, pensioner opamizning kartasi 2024 yil 1800 oygacha amal qilgan. U karta yuzdagi muddatga ahamiyat bermagan. Sentyabr oyida pensiya tushgan bo'lishi mumkin, lekin bankomat karta muddati tugagan uchun pul bermaydi yoki karta bilan to'lov o'tmaydi. Opamiz pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul hisobda bo'lishi mumkin. Faqat karta yangilanishi kerak. Bunday vaziyatda bank filialiga pasport yoki ID karta bilan borib, yangi karta chiqarish so'raladi. Ba'zi banklarda kartani qayta chiqarish bir necha ish kuni oladi. Shuning uchun muddat tugashidan oldin harakat qilish kerak. Ikkinchi holat. Karta bloklangan. Karta turli sabab bilan bloklanishi mumkin. PIN kod 3 marta noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Shubhali operatsiya bo'lgan bo'lishi mumkin. Bank xavfsizlik uchun vaqtincha cheklov qo'ygan bo'lishi mumkin. Masalan, ota 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Nabirasi karta bilan internetda to'lov qilmoqchi bo'ladi. To'g'ri kodlar kiritadi, keyin karta ishlamay qoladi. Pensioner bankomatga borsa, pul yechilmaydi. Bu pensiya to'xtadi degani emas. Bu karta bo'yicha texnik yoki xavfsizlik cheklovi bo'lishi mumkin. Uchinchi holat. Qarzdorlik va majburiy undirish. Ko'pchilik bilmaydi. Ayrim qarzlar, aliment, kredit, sud qarori, ijro hujjatlari bo'yicha bank hisobiga cheklov tushishi mumkin. Bu masalada juda ehtiyot bo'lish kerak. Pensiya ham daromad sifatida kartaga tushgani uchun
Ayrim holatlarda qonuniy tartibda ma'lum qismi ushlab qolinishi ehtimoli bor. Lekin hamma pulni sababsiz olib qo'yish mumkin emas. Agar sizning pensiyangizdan pul ushlanayotgan bo'lsa, albatta sababini aniqlash kerak. Bu bank komissiyasimi, kredit to'lovimi, ijro qarorimi yoki firibgarlikmi? Masalan, pensioni 20 ming so'm, tegi 100 ming so'm oladi. Lekin kartaga 1 million 200 ming ko'rinadi. U darhol bankka borib, hisob varaq ko'chirmasini so'rash kerak. Ko'chirmada qayerga, qachon, qancha pul ketgani aniq ko'rinadi. 4-holat. Pensioner kartasini boshqa odam ishlatadi. Men amaliyotda eng ko'p uchraydigan muammolardan birini aytaman. Ota-onalar kartasini farzandiga berib qo'yadi. Farzand ham yaxshi niyatda xarid qiladi, to'g'ri oladi, kommunal to'laydi. Lekin keyin oilada tushunmovchilik chiqadi. Kartada pul kam, kim yechdi, qachon to'landi? Karta egasi pensioner bo'lgani uchun mas'uliyat ham asosan uning nomida bo'ladi. Agar karta boshqa odam qo'lida yursa, pin kod hamma bilsa xavf oshadi. Shuning uchun men doim aytaman, pensionerning kartasi pensionerning o'zida bo'lsin. Yordam kerak bo'lsa, farzand yonida turib yordam bersin, lekin karta va kodlar nazoratsiz tarqalmasin. 5. Hola SMS kod va telefon raqami muammosi. Hozir ko'p bank operatsiyalari telefon raqamiga bog'langan. Agar pensioner eski raqamini yo'qotgan bo'lsa, SIM karta boshqa odam nomida bo'lsa, telefon ishlamasa, SMS kelmasa, mobil ilovaga kirib bo'lmaydi. Masalan, buvimizning kartasi bor, lekin telefon raqami nevarasining nomida. Nevara boshqa viloyatga ketgan, SIM ishlamay qolgan. Bank esa operatsiyani tasdiqlash uchun SMS yuboradi. Natijada bu kartadagi pulini boshqarishda qiynaladi. Bunday holatda bankka borib, telefon raqamini karta egasining amaldagi raqamiga biriktirish kerak. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar kartangizning muddati hali bor bo'lsa, har oy pensiya tushayotgan bo'lsa, bankomatdan pul yechishda muammo bo'lmasa, hech qanday qarzdorlik yoki ijro cheklov bo'lmasa, telefon raqamingiz ishlayotgan bo'lsa, siz oddiy ehtiyot choralarini ko'rsangiz yetarli. Lekin baribir har oy kamida bir marta balans tekshiring. Kartaning amal qilish muddatiga qarang, begona odamlarga ma'lumot bermang. Aniq hayotiy misol keltiraman. Bir pensioner amakimiz oyga 2 million 1 ming so'm pensiya oladi. U har oyning indiki sanasida pul tushishini biladi. Bir oy pul tushgandek SMS kelmaydi. U darhol vahimaga tushadi. Bankka borsa ma'lum bo'ladiki, telefonidagi SMS xabarnoma xizmati o'chib qolgan. Pensiya esa hisobga tushgan. Demak, SMS kelmasa ham bu pul tushmadi degani emas. Balansni bankomat, bank ilovasi yoki bank filialida tekshirish kerak. Yana bir misol. Bir ayolning onasi pensiyasini kartaga oladi. Onasi kartani uyda saqlaydi. Pin kod qog'ozga yozilgan va karta yonida turadi. Uyga mehmon kelgan, keyin kartadan 600 ming so'm yechilgan. Kim yechganini isbotlash qiyin. Chunki pin kod karta bilan birga bo'lgan. Mana shu eng xavfli xato. Pin kodni hech qachon karta bilan bir joyda saqlamang. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Pensiya kartaga tushgani bilan karta va bank hisobi bir xil narsa emas. Karta bu hisobga ulangan vosita. Karta yo'qolsa yoki muddati tugasa, bu hisobdagi pul yo'qoldi degani emas. Pul bank hisobida turadi. Shuning uchun karta yo'qolsa, birinchi ish bankka qo'ng'iroq qilib yoki filialga borib kartani bloklatish, keyin yangi karta chiqarish kerak. Ikkinchi nozik jihat, bankomat pul bermasa, sabab har doim bankda emas. Bankomatda naqd pul tugagan bo'lishi mumkin. Aloqa uzilgan bo'lishi mumkin. Karta chipi o'qilmagan bo'lishi mumkin. Masalan, siz 1 million so'm yechmoqchisiz. Bankomatda faqat 200 ming so'mlik kupyuralar qolgan yoki limit bor. Operatsiya rad etiladi. Bunda boshqa bankomatdan urinib ko'rish yoki bank kassasiga murojaat qilish kerak. Uchinchi nozik jihat, komissiyalar. Ba'zi kartalarda O'zbanki bankomatidan yechish bepul yoki arzon, boshqa bank bankomatidan yechishsa komissiyali bo'lishi mumkin. Pensioni 1 million so'm yechmoqchi bo'ladi. Lekin boshqa bank bankomatidan foydalangani uchun ma'lum summa ushlanishi mumkin. Bu juda katta pul bo'lmasligi mumkin, lekin har oy takrorlansa seziladi. Shuning uchun qaysi bankomatdan pul yechayotganingizni biling. O'z bankingiz shartlarini so'rang. 4-nozik jihat. Firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Ular kartangiz blok bo'ldi, pensiyangiz to'xtab qoladi. Hozir kodni aytmasangiz pulingiz kuyadi. Bankdan qo'ng'iroq qilyapmiz. Pensiya jamg'armasidanmiz deb qo'ng'iroq qiladi. Men aniq ogohlantiraman.
hech bir bank xodimisidan SMS kod, PIN kod, kartaning to'liq ma'lumotlari, ilovaga kirish parolini so'ramasligi kerak. Agar kimdir shularni so'rasa, bu deyarli har doim firibgarlik belgisi. Suhbatni to'xtating. Bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 5-nozik jihat. Ishonchnoma masalasi. Agar pensioner yura olmasa, bankka bora olmasa, ba'zan yaqin qarindoshi uning nomidan ish yuritish uchun notarial ishonchnoma kerak bo'ladi. Lekin men o'g'liman, men qiziman degan gapning o'zi yetmasligi mumkin. Bank yoki tashkilot hujjat talab qiladi. Shuning uchun og'ir kasal, yoshi katta, harakatlanishi qiyin bo'lgan pensionerlar uchun hujjatlarni oldindan tartibga keltirish kerak. Aks holda karta muddati tugab qoladi. Yangi karta olish kerak bo'ladi. Lekin pensioner bora olmaydi. Qarindoshi esa hujjatsiz ishni hal qila olmaydi. 6-nozik jihat. Pensioner vafot etgandan keyin kartadan foydalanish. Bu juda jiddiy masala. Ba'zi oilalarda odam vafot etadi. Lekin kartaga pul tutsa, qarindoshlari yechib oladi. Bu keyinchalik huquqiy muammo keltirib chiqarishi mumkin. Vafot holati tegishli organlarda qayd etilgach, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bunday vaziyatda albatta pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilotga xabar berish, meros va dafn puli kabi masalalarni qonuniy tartibda hal qilish kerak. 7-nozik jihat. Yashash joyi. Hujjat almashinuvi va ma'lumotlar mosligi. Pasport ID kartaga almashtirilgan bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, yashash joyi o'zgargan bo'lsa, bankdagi ma'lumotlar eski qolib ketishi mumkin. Bu har doim ham darhol muammo qilmaydi. Lekin keyingi tekshiruvda yoki karta yangilashda to'siq bo'ladi. Shuning uchun hujjat o'zgarsa, bank va pensiya bo'limidagi ma'lumotlar ham yangilanganini tekshirish kerak. 8-nozik jihat. Kartaga tushgan pulni darhol yechib olish shart emas. Ba'zi pensionerlar kartada pul tursa, bank olib qo'yadi deb qo'rqadi. Agar hech qanday qarzdorlik, cheklov yoki shubhali holat bo'lmasa, pul hisobda saqlanadi. Lekin kartani yo'qotish, kodni oshkor qilish, firibgarlik xavfi borligi uchun xavfsizlik qoidalarini bilish muhim. Kimdir har oy hamma pulni yechib uyda saqlaydi. Bu ham xavf. Uyda o'g'irlik bo'lishi, pul yo'qolishi. Yong'in yoki boshqa holatlar bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l kerakli qismini naqd qilish, qolganini xavfsiz saqlash va xarajatlarni nazorat qilish. Endi nima qilish kerakligini aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam. Kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Karta yuzda oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 15-26 bo'lsa, karta 2026 yil may oyigacha amal qiladi. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, oxirgi kunni kutmang. Bankka oldindan murojaat qiling. Ikkinchi qadam. Balans va kirim chiqimlarni tekshirib turing. Agar bank ilovasidan foydalana olsangiz, ilovada ko'ring. Foydalana olmasangiz, bankomatdan balans tekshiring yoki bank filialidan hisob varaq ko'chirmasini oling. Agar har oy 2 million so'm tushishi kerak bo'lsa, qancha tushganini, qachon yechilganini, qayerga to'langanini yozib boring. Oddiy daftar tuting. Sana, tushgan summa, yechilgan summa, qolgan qoldiqni yozish ko'p nizolarning oldini oladi. 3-qadam, PIN kod va SMS kodni himoya qiling. PIN kodni karta ustiga yozmang, qog'ozga yozib karta yoniga qo'ymang. Telefon kontaktiga karta kodi deb saqlamang. SS kodni hech kimga aytmang. Hatto odam o'zini bank xodimi deb tanishtirsa ham aytmang. Bankning haqiqiy xodimi bunday kodni so'ramaydi. 4-qadam. Telefon raqamingizni tartibga keltiring. Karta qaysi raqamga ulanganini biling. Agar raqam yo'qolgan bo'lsa, ishlamasa yoki boshqa odam nomida bo'lsa, bankka boring. Pasport yoki ID karta bilan raqamni yangilang. Pensionerning o'zida ishlaydigan telefon bo'lsin. Telefon oddiy tugmali bo'lsa ham SMS kelishi yetarli bo'lishi mumkin. 5-qadam, bankdan rasmiy ma'lumot oling. Agar pensiya kam tushsa, umuman tushmasa yoki pul yo'qolgan bo'lsa taxmin qilmang. Bankka borib hisob varaq ko'chirmasini so'rang. Ko'chirmada hamma operatsiya ko'rinadi. Agar pul pensiya jamg'armasidan kelmagan bo'lsa, pensiya bo'limiga murojaat qilasiz. Agar pul kelib, keyin yechilgan bo'lsa, bankdan operatsiya tafsilotini so'raysiz. Agar ijro cheklovi bo'lsa, majburiy ijro byurosi yoki tegishli ijro organidan qaror asosini so'raysiz. 6-qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Bankka yoki pensiya bo'limiga borishda odatda pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Agar vakil borayotgan bo'lsa, notarial ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Bundan tashqari, pensionerlik hujjatlari, bank kartasi, telefon raqami, ariza yozish uchun ma'lumotlar kerak bo'ladi. Agar muammo bo'lsa,
arizada aniq yozing. Men falon sanada pensiya mablag'im tushmagani yoki kartadan yechilmagani sababli tekshirib berishingizni so'rayman. Hisob varaq bo'yicha ko'chirma berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada topshirish foydali. Bittasi tashkilotda qoladi. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va belgi qo'ydirish mumkin. 7-qadam yaqinlaringizga tushuntiring. Ayniqsa, yoshi katta ota-onangiz bo'lsa, bir marta o'tirib, ularga 3 ta asosiy qoidani ayting. Kartani begona odamga bermaslik, kodni hech kimga aytmaslik, shubhali qo'ng'iroqda darhol telefonni qo'yish. Ularning telefoniga bankning rasmiy raqamini yozib qo'ying. Agar imkon bo'lsa, har oy pensiya tushadigan kunlarda birga tekshiring. 8-qadam muammo bo'lsa, kechiktirmang. Keyingi oy o'zi to'g'rilanadi deb yurish ba'zan zararni oshiradi. Agar karta yo'qolsa, darhol bloklating. Agar bir kod aytib yuborgan bo'lsangiz, darhol bankka qo'ng'iroq qiling. Agar pul yechilib ketgan bo'lsa, bankka yozma murojaat qiling va zarur bo'lsa, ichki ishlar organlariga ariza bering. Vaqt bu yerda juda muhim. 9-qadam. Karta almashganda pensiya tushadigan hisobni tekshiring. Ba'zan odam yangi karta oladi. Lekin eski karta bilan bog'liq ma'lumotlar o'zgargan deb o'ylaydi. Aslida bank hisob varag'i o'sha qolishi mumkin yoki yangi rekvisit kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankdan aniq so'rang. Pensiyam shu kartaga tushishda davom etadimi? Pensiya bo'limiga yangi ma'lumot berishim kerakmi? Agar kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yangi bank rekvizitlarini taqdim eting. 10-qadam. Pulingiz bo'yicha oilaviy shaffoflik yarating. Agar pensionerning xarajatlarini farzandlari boshqarayotgan bo'lsa, har oy qancha tushgani, qancha dori-darmonga, oziq-ovqatga, kommunal to'lovga ketgani yozib bo'lsin. Bu nafaqat pulni tejaydi, balki oiladagi ishonchni ham saqlaydi. Bugungi asosiy gap shuki, pensiyani kartaga olishning o'zi xavf emas, lekin kartadan noto'g'ri foydalanish, muddati tugagan kartani vaqtida yangilamaslik, SMS kodini begonalarga aytish, qarzdorlik va cheklovlarni tekshirmaslik katta muammoga aylanishi mumkin. Pensiya sizning qonuniy daromadingiz, uni himoya qilish uchun bank va pensiya tizimidagi ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lishi, karta faol bo'lishi va xavfsizlik qoidalariga amal qilinishi kerak. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyani kartaga olsa, bugunoq kartaning muddatini tekshiring, telefon raqami ishlayotganini ko'ring, balansni nazorat qiling va kodlarni hech kimga bermang. Muammo bo'lsa, avval bankdan hisob varaq ko'chirmasini oling, keyin pensiya bo'limi yoki tegishli idoraga yozma murojaat qiling. Sizlarda ham pensiya kartasi bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Pul kechikkanmi? Karta bloklanganmi? Firibgarlar qo'ng'iroq qilganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan xulosa oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta ota-onangiz, buvi bobolaringiz, qo'shnilaringiz va qarindoshlaringizga yuboring. Bu oddiy ogohlantirish kimningdir bir oylik pensiyasini saqlab qolishi mumkin.